O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kiosklari qanday qilib bu dunyo standartiga aylandi? Biz allaqachon 10 yildan beri dasturiy yechimlar va avtomatlashtirish bilan shug'ullanamiz va aynan shu yo'lda restoran biznesida texnologiyalar qanday o'zgarayotganini ko'rib turibmiz. Bugun sizga aytib beraman. Dunyo bo'yicha hozir qanday trendlar ishlayapti va real foyda beryapti. Tasavvur qiling, siz kafega yoki burgerga kirdingiz. Navbat yo'q, kassir yo'q, faqat ekran tanlaysiz, to'laysiz, chek kiradi. Hammasi avtomatik tarzda. Buning hammasi 2003-yilda Amerikada birinchi tarmoq restoranlarida уже kiritib boshlangan. Lekin to'g'ri kelmagandi shu paytda. Ammo haqiqiy portlash 2015-yilda bo'ldi. McDonald's katta qadam boshladi, butun dunyo bo'ylab kiosklarni o'rnatishni kiritib boshlagan. Keyinchalik esa KFC, Burger King va boshqa yirik brendlar ham shu yo'lga tushdi. 2020-yil esa o'zingiz tushunyapsiz, bu texnologiya yanada dolzarbroq bo'lib qoldi. Endi esa savol: nima uchun aynan kiosk? Chunki bitta kiosk ikkita kassirni almashtiradi. U na aksiradi, na gap qaytaradi, na tushlikka chiqadi. 2022-yilda Amerika va Yevropadagi filiallarning 60% dan ortig'i kiosklar orqali ishlay boshladi. Nimaga bizda O'zbekistonda endi boshlanmoqda? Kim hozirdan boshlab buni joriy qilsa, bir necha yil menimcha oldinga o'tadi. Pulni tejaydi, texnologik bo'ladi. Bundan keyin bo'lsa sizda yana bitta savol tug'ilgandir. Narxi qancha bo'ladi? Bu haqda keyingi videoda gaplashamiz.